Razmeri 4 metrga, balandligi 275 sm bo'lgan navbatdagi vitrina oshxona mebelimiz ham tayyor bo'ldi mana. Hop, seriya svetga oq kombinatsiya qilib ishlaganmiz buni. Mebelga qaraganda 10 tarafiga gaz bilan vitichkani установка qilsa bo'ladi, tagiga duxovka. Stolishnisalarimiz turli rastisi qalin stolishnisadan bo'lgan, orqasi granit. Vitichkani yoniga alyuminiy profildan foydalanganmiz mana. Polkalar oynali, tepasi zerkala. Mo'kamiz chap tarafda mebelga qaraganda. Mo'ka semi-sitil. Tepada shushulkasi bor. Mexanizmlari vakuum. Eshiklarning chekkasi rezinaviy kromka. Glans va oq akreldan foydalanganmiz pudraligidan. Tagida musulning faqirimiz ham bor mana. Bu tarafda ekan. Mo'kani yoniga 4 ta tortma g'aladan joylaganmiz. Ichida qo'shib paddonlari ham bor. Rollari ham vakuum bo'lgan. Pastki g'aladonlarning ham ichi laminat. Dib emas. Mebelimiz mana mo'ka tarafida katta pinalimiz joylashgan, katta idish tovoqlar uchun. Kam ishlatiladigan idish tovoqlarni tepadagi antresollarimizdan foydalansa ham bo'ladi. Telefon nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Kimga shunaqa sifatli mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Andijon mebel markazidan 171-joydan video syomka qilyapmiz.